25 noyabr 2025 yil soat 20. Oh-da mening yurtim kanalida mashhur o'zbek seriali Iffatning 42 qismi efirga uzatiladi. Ushbu qism ayniqsa voqealar va his-tuyg'ular bilan boy bo'lishi kutilmoqda, chunki Kamron va Shirin yangi sinovlarga duch keladi, ularning sevgi, sadoqat va ruhiy chidamliligi tekshiriladi. Qahramonlar har bir qadami orqali haqiqiy his-tuyg'ular hayotning kutilmagan zarbalari va sinovlariga qanchalik bardosh bera olishini ko'rsatadi. Serial o'zining chuqur syujeti va aktyorlarning mahorati bilan hayratda qoldiradi. Har bir sahna noziklik bilan ishlangan, taranglik esa har daqiqada ortib boradi. Kamron va Shirinning hikoyasi jonli va samimiy bo'lib, tomoshabinni chin dildan o'ziga tortadi. Qahramonlar qiyinchiliklarni yengib o'tishda bir-biriga bo'lgan ishonchni saqlab qolganini ko'rish juda yoqimli bo'ladi, bu esa serialni ilhomlantiruvchi qiladi. Iffat – bu sevgi, sadoqat va sinovlar haqida serial. U haqiqiy his-tuyg'ularni qadrlashni va haqiqiy sevgi kuchiga ishonsa bo'lishini o'rgatadi. Ushbu qism ham bundan mustasno emas. Dramatik burilishlar, kutilmagan voqealar va aktyorlarning nozik o'yini yana yurakni tez-tez urishga majbur qiladi. Iffatni tomosha qilish, qahramonlar bilan birga har bir qadam, har bir quvonch va har bir sinovni his qilish demakdir.